Nega aynan seni sevdim bilasanmi? Chunki sen kelganingda yuragim ilk bora o'zini keraklidek his qilgandi. Sening oddiygina qalaysan degan so'zing ham meni butun kun baxtli qilardi. Men seni chiroying uchun emas, qalbim senda tinchlik topgani uchun sevib qolganman. Lekin bilmadim. Nega eng ko'p sevgan insonim eng katta sog'inchimga aylandi. Hozir ham seni eslasam yuragim jim og'riydi. Go'yo hamma narsa joyida-yu, faqat ichimda sen yetishmayotgandek. Men seni shunchaki sevmadim. Seni yuragimning eng nozik joyiga joylagandim. Shuning uchun ham unutish qiyin bo'lyapti. Chunki inson begona odamni emas, qalbiga aylanib qolgan odamni sog'inar ekan.